Şinjan Xalq Nəşriyyatı tərəfindən nəşr qılınğan İdiqut Yulduzu namlıq tarixi romanının davamını anlatımız. Qaçanğıcı muşundaq bozak bulup yürüyemiz. İdiqut Xaqan qoşun tatıb çıxsı bolmamdı. Bu Tangut degan necizlarning adibini bəsək bolmamdı. Mening suallarımga javob bermedingizmi Tatatonga baxshi? Bizga ustoz bo'lib, yeziq o'rgatishga qo'shildingizmi? Bütün xalq Sakyamoni yo'lida minib, bunda ta'limotlarni o'rgansin. Chingizxon degan paskini Mong'olni tilga ilib meni qo'rqitmoqchi bo'lishyapsan tehi. Ay ko'k tangri, qor yerga buyruq bergin. Dushmanlarimizni nasib etsin. Ay qudratli egimiz ko'k tangri. Men o'zim qo'shin tortib berib, ulan uchuqtirib o'tay. Bo'ldi, qo'g'ilmanglar. O'g'il bola ekan. Bundaq bir azimat dunyodan yo'qolsa, odamning ko'ngli yerim bo'ladi. İlgirki məhkum İdiqut xanlıqı əmdə o'rnidan dasturxon g'olib al qiyofati bilan tarix sahifalariga iz bosmoqchi. Barchuq ort degan ko'k osmondagi oshu nurliq oy va yulduzlarga ko'z tikib, yana uzoqqa xiyol surib turib ketdi. Uning sepildan qaytib tushgisi kelmaydi. Uning oshu tangrining karomati bilan kechilik osmonni yo'ritib turgan oy va yulduzlar bilan mungdashqusi bor edi. U oshu oy va yulduzlar yo'shirib turgan taqdirning g'oyibona yo'llarini bir ko'rib beqishga taqozo edi. İdiqut qandoq edi? Qandoq bo'ldi? Endi yana qandoq bo'ladi? Barchuq ort degan yulduzlardan ko'zlarini uzib, sepilning sirtidagi qorong'u bo'shliqqa nazar tashladi. Mong'ol tatarlar bilan bo'lgan ittifoqimiz qachongacha davomlasha? Chingizxon mangulik dunyoga ketgandan keyin uning avlodlari Uyg'urlar bilan favqulodda munosabatga davomli hurmat qilarmi? Mong'ollar tatarlar bilan avval urushib, ondan ittifoqlashdi. Biz Idiqut Uyg'urlari Mong'ollar bilan hech qanday qarshilashmasdan birinchi qadamli ittifoqlashishdan boshladik. Barchuq ort degan o'ylab shu yerga yetganda, ixtiyorsiz turda Chingizxonning malikasi, o'zining oxirgi xonishi Oltonbekani esladi. Chingizxon İdiqut xonligi bilan buzilmas ittifoq tuzishni ko'zlab, o'z qizini Barchuq ort deganga yotliq qilib bergan edi. Barchuq ort degan bilan Oltonbeka inoq xotinlardan bo'lib qolgan edi. Afsuski, oradan bir yil o'tib oy kuni to'shqanda yosh xonish qiyin tug'utga duch keldi. İdiqutxon qo'chodagi eng atoqli amchi va dorigarlarni o'rdiga chaqirdi. Shaman va perxonlarni chaqirdi va Eg'irbo'y xonishga choplashib elib, tug'utini qiyinlashtirayotgan jinlarni qo'g'lab chiqarish uchun peri o'ynatdi. Lekin bandalarning chora tadbirlari kor qilmadi. Hammaga qodir Tangri Oltonbekani o'z panohiga aketdi. Ang isil arg'amoqlarga mingan choparmanlar musibat xabarini yetkazish uchun Mong'ol yayloqlariga yo'l elib chepib ketdi. Oradan uzoq o'tmay choparmanlar Chingizxonning putukini akeldi. Putukda Oltonbekaning vafotiga echinish va qayg'u hissiyati bildirilgandan keyin munda qurlar putilgan edi. Biz Tangrining irodasiga qarshi ish qila olmaymiz. O'lganning kaynidan katkili bo'lmaydi. Biz yana tiriklikdagi o'zimiz qilishga tegishli ishlarni qilishimiz kerak. Bizning ishlarimiz qanchaki o'ngishli bo'lsa, o'lganlarning ruhlari shuncha xush bo'ladi. Oltonbeka bizdan ayrilib ketgan bo'lsa-mu, uning menga navri bo'ladigan bolasi bizning oramizda qolmay ketgan bo'lsa-mu, men Idiqutxon Barchuq ort deganni yana o'zimning ko'yug'lim deb hisoblayman. Bizning rishtimiz uzilmaydi. Shunda qilib Idiqutxon bilan Mong'ol malikasining so'ygi kechirmishlari ana shunda qisqa bir mezgilda chaqnab o'tib ketdi. Lekin Chingizxon bilan İdiqutxon o'tirsidagi ittifoqlik kun seri kuchaydiki, hargiz suslashmadi. Mana oxiri Chingizxon va İdiqutxon qo'shinlarini birlashtirib, yiroq yurishga birlikda otlanish oldida turmoqda.
Amitabha. Kök Tangri, sana sevginiman, sana teviniman. Fakat salla öz kudurduğun bilen idqut ilini mahkumluktan kutuldurdun. Ey ulug' Tangri, sen özüňi karamat körüstüp, yelkimizde besip turgan zor tağni yiraqdaki Çingizxanның küçü bilen gulatdın. Ey hemmegi qadir ulug' Tangri, buningdan keyinki yo'limizdimi bizga madadkor bo'lg'aysan. Bütün etraf jimjit. Go'yoki barcha tabiat xuddi yulduzliq osmondek cho'nqur sukutga cho'mgan edi. Edi qutqan salmoq qadam tashlab sepildan tushdi. Amdi orom elish kerak. Ata yana muhim ishlar Xaqonni kutib turmoqda. Barchuq ortigan kesh yatqiniga qaramay, atisi sahardala o'rnidan qopib ketdi. Noshtadan keyin u Olboris Tarxonni huzuriga chaqirdi. Olboris Tarxon Jaba Noyan bilan birlikda Tavri tog'ning janub taraflariga yurish qilib, Qiton xalqining oxirgi kuchlarini yo'qitib, zafar quchib qaytib kelganiga texi uzoq bo'lmagan edi. Yurishning tayyorliqlarimi bitib qoldi. Shaxsan mening Mo'ng'ullar bilan tanishligim toza, cho'nqur emas. Shunga bu qitimqi yurishda Mo'ng'ullarni obdan tushundigan bir odamni hamroh qilib olay deyman, dedi Ediqutxon. Tushundim. Mening qo'shinimda shundoq biri bor. U Qariqitonlar davrida Oltoyga qochib ketib, keyin Mo'ng'ullarning orasida bir necha yil turgan, dedi Olboris Tarxon. Mo'ng'ulchini bilandi. Xeli yaxshi o'rganib qopti. Anisi uning bilan ko'rishib baqay. Olboris Tarxon Ediqutxonga To'xtamishni tanishtirdi. To'xtamish darhol saroyga kirib, Xaqon oldida tiz bukdi. U Barchuq ortigining talabi bo'yicha o'zining Oltoyda va Mo'ng'ul yayloqlarida ko'rgan bilganlarini bir boshdan tafsiliy so'zlab berdi. Chingizxonning o'lisida turgan vaqtingda nima ish bilan shug'ullangan eding? deb so'radi Ediqutxon. Men ustozim Tatatunga ham boshqa Uyg'ur baxshilari bilan birlikda Mo'ng'ul oqsumaklarining farzandlariga yeziq o'rgatdim, dedi To'xtamish. Yaxshi. Beshingdan ko'p ishlar o'tibdi. Sen qalam tutib o'qituvchilikni qilibsan. Keyin yana qo'lingda tig' tutib janglarda bo'psan. Olboris Tarxonning deyishicha, sen Xoqoniya va Badaxshon zaminlaridagi Qaraqitonlarga zarba berish yurishida botirlik bilan jang qilib, qahramonlik jasoratingni namoyon qilibsan. Yaramliq azamatkansan. Endi men bilan birga yurishga otlanasan. Menga tilmoch va putukchi bo'lasan. Bosh ustiga buyuk Xoqonim. To'xtamish xonga ta'zim bajo keltirib, saroydan qaytib chiqqandan keyin beshi qaytib shuklab ketdi. U janub yurishidagi qonliq janglardan texi yaqindala qaytib kelgan edi. Amdi u ayoli Yulduz va o'g'li Eltarish bilan tinch, xotirjam turmush kechirishni o'ylaydi. Uning ilgiriki qisoskorlik, jangovarlik ruhi o'zining tashnoligiga qiynib, amdi osoyishlik talpinishlarga yuzlanmoqda edi. Qariqitonlarning zo'migar darug'ashlari yo'qitildi. Jahonga patmay ketgan Qiton xalqining o'zimi xuddi yiltizidan qumurib tashlangan daraxtdek og'dirilib, yer bilan yakson bo'ldi. To'xtamishning ko'ngil orzusimi ham kurash nishonimi ana shu edi. Elning armon maqsadlari amalga oshdi. Endi o'ziga notunish bo'lgan boshqa ellarga berib nima qiladi? Tinch yashab tirikchilik qilmay, shuncha yiroq yerlarga bostirib berib nima qiladi? To'xtamish bir kun kechgacha beshini to'van silib, tortib jimg'ur bo'lib yurdi. "Nim bo'ldingiz? Tavingiz yo'qmi nima?" deb so'raydi uning kuyimchan ayoli Yulduz xotirjam sizlanib. "Hech yo'q, ichim pishib qoldi", dedi To'xtamish. Uning ko'ngli g'ash bo'lib turg'achqa, bu qitimqi yurish to'g'risida so'zlashga faqatli ko'ngli tortmaydi. U Qashqar va Badaxshondagi urushlarda xizmat ko'rsatganligi uchun Olboris Tarxonning yaqin yordamchisi bo'lib qolgan edi. Demisimi u jang maydonlarida xuddi yanartog'dek portlab chiqqan qahr g'azabi bilan urushgan edi. Qitonlardan taloy-taloylarning jinini elib yerda qo'ygan edi.
lekin endi u yana kurash qilishni, yana qandoqdir kishilar bilan dushmanlashishni xohlamaydi. U o'z uyidan, ayolidan, o'g'lidan yana ayrilib, yoqi yurtlarga ketishni o'ylasa, ichi siqilib ketadi. Sirtqa chiqib birdam aylanib kelay, dedi u supida kechta to'qib o'ltirgan ayoli yulduzga qarab. Kichkina o'g'li Iltarish onasining yenidagi yumshoq ko'rpada tugilib uxlayotdi. To'xtamish ko'chalarda maqsadsiz aylanib yurib, shaharning sirtig'ariq to'g'ri keladigan bir karvonsaroyning oldiga kelib qoldi. Cho'ng bir savdo karvoni texa andila bu yerga kelib to'xtagan edi. To'gilarning bo'zlashlari, otlarning pushqurishlari, odamlarning o'lik to'g'lashlari har yandan olinib turadi. Hammonlar cho'ktirilgan to'gilardan tag'or va sanduqlarni tushirib omborlarga to'shimoqda edi. Tuyuqsiz To'xtamish karvon ahli ichida bir tonish chiroyni bayqab sagaklashdi. Uchisiga kalta juva, taqir beshiga paxtaliq qora po'sni kiygan biraylan qo'llarini uyoq bu yoqqa shiltib, hammonlar va otboqarlarga yuqori ovozda buyruq berib varqiraydi. "Hey! Tag'orlarni bu yoqqa to'shinglar. Sanduqlarni ana o yoqqa. Otlarni o ichkirga eg'ilga piringlar." To'xtamish uning oldiga bordi. "Chog'ribek, bu senmi?" dedi u. "Voy, To'xtamishsan." Ishkilan qo'l elishib, quchoqlashib ko'rishdi. Bu Chog'ribek To'xtamishning bolalik chog'laridagi Vixarada bil o'qigan saboqdoshi edi. "Ko'rishmaganimizga shuncha uzun yillar bo'pti. Nalar yurding?" deb so'rdi To'xtamish. "O'zing bilasan-ku, Vixaradagi o'qishni bitirgandan keyin yurtim Chanbaliqqa ketdim. Ondan keyin tijorat yo'liga kirib, safarlarda bo'lib ketdim. Bu qitim nerdan kelishing? Bu qitim kun bitish tarafdagi Xorazm Shalto'ltiga qarashli yurtlarda bo'ldim. Mana hozir Udul Samarqanddan kelishim. Sen o'zingchi Tarim vodisidagi janglarga qatnashib qahramon bo'ldi deb angladim. Hozir yana qo'shinda xizmat qilib o'tamsan." "Shundoq. Hozir yana qo'shin bilan sen borgan o'sha Xorazm Shah zaminlariga otlanish oldida turyapman." "Mundoq degan, demak yana urush bo'ldi deganda." "Shundoq bo'ldigandek turdi. Bu qitim urush bo'lsa-mu, cho'ng urush bo'ldi. Chunki bu qitim qo'shinni Idqutxon shaxsan o'zi boshlab bormoqchi bo'lyapti." Chog'ribek beshini asta irg'itib jimib qoldi. To'xtamish uningdan so'radi. "U yerlar qandoqkan? Xorazm ili nihoyatda boy mamlakat. U yerdagi hukmdorlar va boylarning uy imoratlari nihoyatda ko'rkam, hashamatlik. Yezlarda dehqonlar xuddi bizga o'xshash bug'doy qo'noq teriydi. Bog'larda turli mevalik daraxtlar bor. Xorazmliklarning hammasi musulmon, lekin tili biznikiga o'xshash. Shunga biz tarafdan borgan savdogarlar aloqada qisilmaydi. U yerlarda biz taraflardan berib makonlashib qolganlar bormi? Bir kuni Samarqand ko'chalarini aylanib ketib o'tib, bizning qo'chidan borgan biraylarni uchirtib qoldim." "Kimkan u?" "Heliqi Misrislar degan munofiqning o'g'li Qoplonbek bo'lmamdi." "Nima? U hozir Samarqanddamikan?" "Shundoq, u Samarqandda bir do'kon ichibdi." "Uning bilan paranlashdingmi? U nima dedi?" "U o'zining butparastligini yushirib, shu yerdagi musulmonlardek uzun baqasam to'n kiyib yuradi ekan. U bir mazgil tabobat qilgandan keyin Hindistonga ketaymikin deydi." "Hay, u bechoraning kuni taskan. O'ziga obdan yigit edi, biroq otasining munofiqligidan al yurtning la'nat nafratiga qolgan. Lekin Qoplonbek munofiq emas, u otasiga o'xshamaydi. O'g'u shundoq, ammo buni butun xalqqa birma-bir deb tushuntirib ketgili bo'lamdi. Oxir u bechora sargardonlik yo'lini tanlayapti. Uning otasi palach bo'lib yetib qopti. Kim bilsin, balkim otasi qazo topgandan keyin qaytib kelar. Qoplonbekning Turkanoy ismli bir navri singlisi bo'ladigan, umi Samarqanddamikan? Uni bilmadim. U allaqachon yotliq bo'lib, bola chaqiliq bo'lib ketgandi haqiqatan." "Nima deysan?" Hech nima dedim. dedi To'xtamish va bu kun savoqdishi bilan xo'shlashib yo'liga ravon bo'ldi. "Ular Samarqand ekanda? Samarqandda." deb takror o'ylaydi To'xtamish ko'chada ketib. U xeyli uzoqcha ko'chalarda maqsadsiz aylanib yurdi. Unutilgan xiyollar uning miyasini qaytadan chirmashqa boshladi.
Uzun yillik hijron yuklari ostida ko'milib qolgan o'tliq hissiyot yana boshqadan cho'g'lanishga boshlagandek ta'sirat uning vujudini qizitmoqda edi. U faqat o'z uyining darvozasi oldiga kelgandila xiyoliy dunyodan qochgandek bo'ldi. U oldiga yugurib chiqqan o'g'li Iltarishni bag'ishlab ko'tarib oldi va ona bola ishkisiga qarab xuddi bulutsiz osmondagi porloq quyoshdek echilib shatlangan ayoli yulduzga illiq kulimsirab qaradi. Holbuki ko'k osmonmu hamisha bulutsiz bo'lavermaydi. Osmondagi yulduzlarning chaqnashlari xiralashadigan kunlarmi bo'ladi. Ayrilish kunlari yetib keldi. Ediqut qo'shunining safar tayyorliklari bitdi. Ediqutxon yurishga otlanish vaqtini bekitdi. To'xtamish o'rdaga berib qaytib kelgandan keyin "Ati yo'lga chiqadigan bo'ldik", dedi. Shu kuni kechgacha uning vafodor ayoli yulduzning ko'zidan yosh qurimadi. U yosh agib turgan hasratli ko'zlari bilan eriga qarab cho'nqur-cho'nqur tortdi. U atigandan kechgacha safar tayyorliklarini qilib to'nirga non yoqdi. Talqon qo'ridi. Qurutilgan kishmish uzum va meg'izlarni xaltalarga qochiladi. Uy ishkining beshiga burkutning quritilgan qo'sh qanoti esib qo'yilgan edi. Yulduz shu qanotlardagi eng cho'ng ikki payni yo'lib oldida To'xtamishning safarda kiyadigan kigiz qalpiqining ikki yeniga chinqidab tikib berdi. "Burkut beyi hamroh bo'lsa, safar o'ngishli bo'larmish", dedi u. To'xtamish rost deganni ifodalab beshini langshitdi va minnatdorlik bildirib ayolining ikki qo'lini ching qisdi. Yulduz mayus kulib qo'ydi-da, tom to'yiga qo'yilgan yo'g'on qizil sanduqni ochdi. Hamda kiyim-kechaklar va anraxtlarning ang tegini og'dirib, kichik bir kun qopchuqni chiqarib oldi. U qopchuqning bo'g'ib chigilgan og'zini echib, ichidan bir tal o'shiqni chiqardi. "Bu bir o'shqi otamdan qolgan tavarruk." "Shundoq, bilaman-ku." Yulduz nurg'un yillardan buyon e'tiborlanib saqlanib kelayotgan bu sarg'ush o'shiqni nepis bir qavat paxtaga yugab, bir parcha raxt ichiga yo'mab tikib, 3 burjaklik tumor yasadi. Ondan bu tumorga yana paxtadan eshilgan inchki tonini ikki uchidan tikdi. "Bu tumorni bo'yningizga esib eling. Bo'ri o'shqi bala qazadan saqlaydi." "Bu tumorni hargiz bo'ynimdan olmayman", dedi To'xtamish. Va ixtiyorsiz turda ko'ngli buzilib, ayolini bag'riga bosdi. To'xtamish vaqtning o'tishi bilan dil rishtining yulduzga qanchalik mustahkam bog'lanib ketganligini cho'nqur his qildi. Xo'shlashish paytida u go'yoki yuragining issiq bir parchasidan ayrilib qilayotgandek ta'sirotga keldi. "Qaytib kelaman yulduz. Tangri buyursa, omon eson qaytib kelaman", deydi u ayoliga va shaxsan o'ziga tasalli berib. Atsi tong yurishi bilan Ediqut qo'shuni yurishga otlandi. 21-bob. Ufqda sirliq bo'stonlar. Chingizxon shaxsan o'zi qo'mondonlik qilgan Mo'ng'ul tatar qo'shuni Ertish vodiysiga kelib to'xtadi. Ediqutxon Barchuq Ortegin shaxsan o'zi qo'mondonlik qilgan Uyg'ur qo'shunimi kelishim bo'yicha shu joyga yetib keldi. Shundoq qilib, milodiya 1219-yili atiyozda Mo'ng'ul, Tatar, Uyg'ur, Qirg'iz qo'shinlari Ertish daryosining yuqori eqinida birlashib, go'yoki ching tugilgan tangdossiz qudratli mush hosil qilgan edi. Vaholanki, Chingizxon yurishga otlanishga oldirab ketmadi. "Biz oldi bilan bu notunish sartovullar to'g'risida ko'proq ma'lumotga ega bo'laylik." Sartovullarning ahvolini egilash uchun mohir oyg'oqchilar lozim bo'ladi. Chingizxon bundoq oyg'oqchilardan qisilib qolmadi. Xorazm elining joy-joylaridan kelib ketib turayotgan bir muncha savdogar tijoratchilar Mo'ng'ullarning bu hukmdoriga herisman bo'lib qolgan edi. Ular har qitim karvon tortib Mo'ng'ul yayloqlariga kelganda, nom shuhrati keng tarqalayotgan Chingizxon bilan ko'rishdi. Chingizxon ulardan Xorazm mamlakati to'g'risidagi o'zi qiziqadigan turli masalalarni surishti qiladi.
Aşu karvanchi savdogarlarmu o'zlari biladiganning hammasini so'zlab Chingizxonni rozi qilishga tirishadi. Xorazmlik boy savdogar Mahmud ana shundoq Chingizparastlarning biri edi. Chingizxon Mahmud Xorazmi ismli shu savdogar bilan alohida yaqin munosabat o'rnatgan edi. Keyingi vaqtlarda Mahmud Xorazmi savdogarchilikni tashlab, butunlay Mo'ng'ul ordusining xizmatiga o'tgan edi. Chingizxon uni o'zining Mavara-un-Nahir va Xorasondagi musulmonlar yurtiga avatadigan maxsus elchisi qilib olgan edi. Shuningdan keyin u Mahmud Yalavash deb atiladigan bo'ldi. Chingizxon Ertish daryosining bo'yidagi yangidan ko'klashga boshlagan o'tloqqa tikilgan oq kigiz uyida Mahmud Yalovach bilan yolg'iz o'ltirib suhbatlashdi. Sartavullar to'g'risida sizdinmi va boshqalardanmi ko'p angladim. Siz yaqinda Xorazmga berib keldingiz. Ko'rgan bilganlaringizni qoldirmay so'zlang. Mo'ng'ul Xoqon va Xorazmlik Yalovach gilam ustiga selingan eyiq terilarda bodashqon qurib, bir-biriga yaqin o'ltirishadi. Chingizxonning har bir so'zini yuksak ho'sharlik bilan tinglab o'ltirgan Mahmud Yalovach oq orilgan quyuq qora soqolini to'mtoq barmoqlari bilan silashtirg'ash itoat bildirib, beshini asta egib, sipoyilik bilan chiroyiga kulgi yugurtdi. O'rgan shahrida o'rdaga kirib, Sulton Muhammad bilan ko'rishdim. Ondan urug' tuqqan, tunish bilishlarim orqali surishtirib va tinglab, imkon qadar to'liqroq ma'lumot yig'ishga tirishdim. Hozir Xorazmshohning askari qismlaridagi jangchilarning umumiy soni 400 mingdan eshib ketadi ekan. Ularning qilich, o'q-yollarining sifati yaxshi, otlari ushqur. Ular uzuq-tulikdan qisilib qolmaydi. Chingizxon shalongchor soqolini yo'g'on qo'li bilan siypab qo'ydi. Hamda o'ychan qisiq ko'zlari bilan Yalovachga miqtaq qadaldi. Ularning jangovorligi qandoq? Ular urush qilishga mohirmi? Ular to'liq hujum qilishga amroqmi yoki mudofiada turishga odatlanganmi? Mahmud Yalovach rost gapni ikkilanmay udulla so'zladi. Chunki Chingizxon har qanday gapni rostchilik bilan dodil so'zlashni talab qiladi. Xorazm qo'shini ushqur arg'umoqlar bilan shiddatli hujumga o'tdi. Gezi kelganda shaharlarning egiz va mustahkam sepillari ichiga kirib olib mudofiya ko'rdi. Xorazm yigitlari mardlik va botirlikni qadrlaydi. Shunga ular janglarda qahramonlik ko'rsatishga intiladi. Chingizxon bu gaplarga bir ishinib, bir ishonmay o'ylanib qoldi. Xorazm qo'shinining soni 400 mingdan oshadi ekan. Demak, ularning soni Mo'ng'ul tatar qo'shinlaridan bir hassa ortiq ekan. Yana kelib, ularning jangchilari botir bo'lsa, Xorazmshoh o'zi qandoq odam? deb so'radi Chingizxon. Bu savolga javob berishda Mahmud Yalovach sal duduqlab qoldi. Sulton Muhammad Xorazmshoh o'zi qerib qolgan odam. Nim desam bo'la, o'zi semiz, qursoq salgan, soqol burtlari oqargan, salobatlik. Chingizxon uning so'zini bo'lib o'tdi. Uning qo'shinga qo'mondonlik qilish iqtidori qandoq? Vazir amaldorlari bilan munosabati-chi? Mahmud Yalovach sal o'ylanib olgandan keyin mundaq dedi. Xorazmshoh Naymon kuchli xon bilan birlashib qora qit'alarga qarshi chiqqanda qo'shinga shaxsan o'zi qo'mondonlik qilgan. Uni qo'rqinchoq tegili bo'lmaydi. Lekin u bek gumonxo'r odam. Hech qanday odamga osonlikcha ishinib ketmaydi. Shunga u isyon ko'tarishdan ansirab, har qaysi shaharlardagi qo'shinlarni birlikka keltirmasdan ayrim-ayrim bilinma holatda saqlaydi. Chingizxon qiysiq ko'zlarini Yalovachdan uzmay, beshini asta langshitib qo'ydi. So'zlang Mahmudboy. Sartovul shaharlaridagi avom fuqarolarning hol ahvoli qandoq? Mahmud Xorazmi o'zi biladigan ahvollarni aynan bayon qilishga tirishdi. Fuqarolar ichida boylarmi, kambag'allarmi bor? Savdogar tijoratchilar, hunarvanlar ko'p. U yerlarda kishilar ko'chmanlik qilmaydi. Shahar yezlarda yashaydi. Boylarning uy imoratlari ko'rkam, hashamatlik. Namratlarmi o'zlariga tushliq uylarni silib o'ltirishidi. Ajoyib hayvatlik masjid, xoniqa, madrasalar nihoyatda ko'p. Ilm, ma'rifat ishlari bilan shug'ullanadigan donishmand olimlar, shoirlar, naqqoshlar, sozanda, naqshchi, usulchilarmi oz emas.
Elning uyushqoqligi, birligi qandaq? Elning uyushqoqligi mustahkam emas, qabilavozlik, yurtvozlik aqidalari umumlashgan. Hammasi musulmon bo'lsa-mu, sunniy mazhabidagilar bilan Shia mazhabidagilar chiqish olmaydi. Chingizxon yana beshini ostalanshtib qo'ydi. Uning qiyshiq ko'zlarida rozimanlik va mamnunlik alomatlari aks etib turadi. Yurt kattalarining, boylarning, vazirlarning ahvoli qandaq? Mahmud Yalavoch orqa-orqadan qo'yilayotgan savollardan mangdab qoldimi yoki o'z yurtdoshlarining maqtug'uchiligi yo'q taraflarini so'zlab berishdan ko'ngli g'ash bo'ldimi, ish qilib orasolda bo'lib jimib qoldi. Lekin qudratli hukmronning nashtardek sanjilib turgan ko'zlaridan cho'chib, darhol qayta zuvonga keldi. Vazir amaldorlar huquq talashib, bir-birlariga o'rik olishidi. Boy mo'tivarlar rohatparastlikka berilgan. Ular hashamat yostiq uy imoratlarda oltin kumushlarga ko'milib, bazmi mashrab, o'yin tomosha bilan kun o'tkazadi. Ular rostilla bak boymi? Ular haqiqatan bak boy. Ularning oldida Mo'ng'ul tatarlarning boylarini boy degil bo'lmaydi. Chingizxon yana birdam uni buni so'rashtirdi. Mahmud Yalavoch chiqib ketgandan keyin u uzoqcha xiyol surib o'ltirib ketdi. Anglag'anlarimdan qaraganda Sartavullarda elning ittifoqligi mustahkam emaskan. Eng muhimi, ularning bag to'rlarining jangovarlik ruhi suskan. Oxir Xorazmshoh mamlakatiga yurish qilish vaqti yetib keldi. Mo'ng'ul tatar qo'shini barliq tayyorliqlarni puturib taq bo'ldi. Chingizxon 10 yildan buyon Mo'ng'ul yayloqlari va Oltoy tog'larida bo'lib o'tgan nurg'unlagan cho'ng-kichik janglarda hamon zafar quchib keldi. Bu jarayonda u barliq Mo'ng'ul va tatar qabilalarini birlikka keltirdi. Naymon va Qiton xonliqlarini yo'qotdi. Tangut va Jin sulolasi hukmronlariga bir necha qitim qoqshatqush zarba berib, ularni seliq to'laydigan o'ringa tushirib qo'ydi. Mo'ng'ullarning 9 quyruqliq oq bayrog'i uzluksiz turda g'albidan g'albiga qarab to'xtovsiz olg'a ilgirilmoqda edi. Vaholanki o'z umrida nurg'unlagan issiq so'g'uqlarni beshidan o'tkazgan Chingizxon mag'rurlik, oldiraqsonlikni tark etib, salmoqliq va ehtiyotkorlik tabiatini yetildirgan edi. U har qanday biror cho'ng ishqi tutish qilishdan ilgari shu ishqa munosabatli shaxslar bilan suhbatlashadi. Bosh maslahatchisi Yalluq Chusoy va bosh putukchisi Tata To'nga bilan kengashadi. Noyan va Song'ullarning fikrlarini ko'ngil qo'yib anglaydi. U odatda oz so'zlab ko'p anglashni afzal ko'radi. Lekin ko'p hollarda boshqalarning degani bo'yicha ish ko'rmaydi. Balki o'zi anglagan xilma-xil gap so'zlardan muvofiq yakun chiqarib, o'zining qarorini farmon qilib tushiradi. Hamda bu farmonning qilchi eg'ishmay qat'iylik bilan ijro qiladi. Bu farmonga sal qaragan yoki uni ijro qilishda sustlik qilgan har qanday odamni qilchi rahim shafqat ko'rsatmasdan qattiq jazolaydi. Bu qitimmu u Xorazm eli haqidagi turli ma'lumotlarni savirchanlik bilan anglagandan keyinla ondan otlanishga farmon tushirdi. Tog' dalalar ko'kirishga boshlagan illiq kunlarning birida Mo'ng'ul, Tatar, Uyg'ur, Qirg'iz qo'shinlari ertish bo'ylaridan qo'zg'alib, Xorazm eliga tava bo'lgan tuzlang cho'llarga qadam bosdi. Chingizxon oldi bilan cho'ng o'g'li Jo'chini 20 ming kishilik bir tarmoq qo'shinga qo'mondan qilib, Sir daryoning tuvan eqinidagi joylarga yurish qilishni buyurdi. Botirlikda donqi chiqqan. Osonlikcha chiroyini ochmaydigan va surlik ko'rinadigan Jo'chi otasining buyrug'ini anglagandan keyin hurmat va itoat bildirib ta'zim qildi. "Xo'p, xon ota, aytqiningizda qilaman. Otlanishga ijozat bergaysiz." Jo'chining qo'shini xonning qarorgohidan ayrilib yurib ketdi. Chingizxon 3 o'g'li va yaqinlarining hamrohligida yiroqlab ketayotgan tarmoq qo'shinning keynidan uzoqqa qarab turdi. Xonzodalarmu va boshqalarmu nima uchun Jo'chini ozg'ini qo'shin bilan Iroqqa mo'ndirvatdingiz degan savolni og'zidan chiqara olmadi. Chingizxon keyniga burilib mongandimu, hammaylan burunqideklar sukut ichida uningga agashdi. 10 necha qovul ot qo'shilgan g'oyat yo'g'on harvaga ozoda oq kigiz uy tikilgan edi.
Chingizxon oshu harviliq kigiz uyga kirib ketgandan keyinla boshqalari o'z yo'llariga tarqalishdi. Qilin yotgan ko'rpalarda orom elib yotgan Qulan xotun xonning qaytib kelganligini ko'rib, darhol o'rnidan turdi. "Juji ketdimi?" "Shundoq, ketdi." Qulanmu uning yeniga siljib o'ltirdi. Bu qitimqi yurishda Chingizxon o'zining suyumlik to'qli Qulan bilan mushu maxsus yastilgan harviliq uyda turadi. "Nima uchun Jujini yolg'iz bu yo'lga silib qo'ydingiz?" Hech kim so'rashga petin olmagan bu savolni bu erki to'qal so'radi. Xon o'zining odati bo'yicha so'zlashga oldiramadi. Yo'tilib, pushildab qo'yib ko'rpaga yonboshladi. "Juji sartavullar yerlarga ishkirlab kirib, ularning tumurini tutib boqdi. Biz cho'ng qo'shinni ishga silishdan ilgari Xorazmshah qo'shinlarining urush qilish iqtidorini bir qur sinab ko'rishimiz kerak." Biroq Jujining qo'lidagi odam soni oz. U sartavullarning biror cho'ng qo'shiniga uchrab qolsa, xatarlik ahvol yuz bermamdi. Chingizxon bu go'zal ham yosh to'qalning turli ishlardagi aql parosatiga qoyil bo'ldi. Yengilmas hukmron Tangrining ko'zi tushgan xoqon deb atalgan va yot ellarga surlik, sirliq, hatto sehrli ko'rinadigan Chingizxon o'zining bu erki to'qilining cho'ng ishlarga ko'ngil bo'lishi, oqilona fikr qilishi va yiqimli xulqiga herisman edi. Yeni kelib, vaqt o'tgan seri uningga omroq bo'lib ketayotdi. Shunga u o'rtadagi boshqa turadigan ishlardan keyin o'zining oq uyiga kirganda Qulan bilan yeniklashgan holda paranglashib o'ltiradi. Mana bu qitimmu shundoq bo'ldi. Jujiga qanday qilish kerakligini tushundirdim. Juji o'z qo'shini bilan Sirdaryoni bo'ylab minib, sartavullarning mudobisi bo'shroq halqalarga zarba berdi. Dushmanning zo'r qo'shiniga uchrab qolsa, jangga tushmay chekinadi. Xorazmshah uni bizning asosiy zarbador qo'shinimiz deb o'ylab, o'zining bir bilak qo'shinni uningga qarshi otlandirdi. Juji bo'lsa, u qo'shinni o'ziga agashtirib ketaverdi. Shuning bilan Xorazmshah qo'shini parchalandi degan gap. Endi siz qanday qilmoqchi? Endi Jujining chaparmanlarining kelishini kutaman. Shu yili yozg'ichi bo'lgan oraliqda Chingizxon Jujining bir necha qitimliq chaparmanlarini qabul qildi. Ularning aytishicha, Juji qo'shini 5-6 qitim kichik doirlik janglarda g'alaba qilibdi. Hamda bir necha yez kentlar va kichik shaharlarni besavobdi. Ko'z pasli yiqilib qolgan kunlarning birida kelgan choparmanlardan ma'lum bo'lishicha, Xorazmshah bir zo'r qo'shinni Jujining ustiga mangdiribdi. Juji sartavullarning yo'l bo'yi uchirgan parcha-purat qo'shinlarini qirg'in qilib, cho'ng qo'shindan o'zini qochirib, Sirdaryo vodiysidagi cho'llarda aylanib yuribdi. Chingizxon orva ustidagi oq uydan chiqib, egiz, baslik gavdasini rusladi. Ko'krigini kerib cho'nqur nafas oldi. Hamda maxsus o'rdining kengashlari o'tkaziladigan alohida yo'g'on kigiz uyning oldiga kelganda, eshik oldida buyruq kutib turgan yosh mulozimga qarab xitob qildi. 2-3 xonzodalar kason. Chingizxonning 2-o'g'li Chag'atay va 3-o'g'li O'gatay kigiz uyga kirib, to'rda bodashqon qurib o'ltirgan xon otasiga ta'zim bajo keltirdi. Endi sizlar ikkinglar 30 ming kishilik qo'shinni boshlab, o'trarga hujum qilinglar. O'zligidan biz tarafga o'tganlarga shafqat qilinglar. Bizga tek ko'tirganlarning birini qo'ymay qirib tashlanglar. Mening elchilarimni o'ltirgan Hiliqi G'oyirxon degan nomardni tutib, oldimga keltiringlar. Tiriki bo'lsa tirikini, o'lgan bo'lsa kollasini kesib kelinglar. Xo'p, xon ota, buyruqingizda qilamiz, dedi ishki xonzoda. Shunda qilib, Chag'atay va O'gatay boshlagan qo'shin cho'ng urushning sababkori bo'lib qolgan O'trar shahrini nishonlab yurib ketdi. Oradan bir oy o'tganda bu ishki xonzodaning choparmanlari keldi. Biz yo'l bo'yi dushman qo'shinlari bilan jang qilib, to'xtamay ilgirladik. Oxir Sartavullar shahar ichiga bekinib olib, Sepil darvozasini taqib oldi. Qo'shinimiz hozir O'trar shahrini muhosirga oldi. Chingizxon choparmanlarning ma'lumotini olgandan keyin beshini asta irg'itib qo'yib ortiq so'z qilmadi. Yana 10 kun o'tganda xon o'zimi kenji o'g'li To'lining qo'mondonligidagi asosli qo'shin bilan yurishga otlandi.
Ediqutxon Barchuq Arteginmu Uyg'ur qo'shiniga shaxsan o'zi qo'mondonlik qilib Chingizxon bilan birlikda otlandi. Qirg'iz qo'shinimi albatta ular bilan birga mangdi. Shuning bilan dunyo tarixidagi mashhur jahongir Chingizxonning Osiyo Yevropa cho'ng quruqligini zilzilaga keltirgan mislsiz istilochilik urush harakatlari boshlanib ketdi. Chingizxon musulmon savdogarlar va o'zining oyg'oqchilaridan Buxoro va Samarqandlarning nihoyatda cho'ng va boy shaharlar ekanligini anglagan edi. Bo'libmi o'zi uchun jon kuydirib xizmat qilayotgan Xorazmlik Mahmud Yalovach bu shaharlarni go'yoki afsonaviy cho'chaklardagi sehrli qasrlardek ta'riflab, to'liq tafsiliy so'zlab bergan edi. Shuningdan keyin Chingizxonning qarori pishib yetildi. Bu sirliq mamlakatning ostonasi bo'lgan O'rganch shahrini ilishdan burun oshu cho'ng va boy Buxoro bilan Samarqandni besish kerak, dedi u. Kech kuzning oxirgi kunlari yer yuzidagi yeşillikni supurib ketdi. Shimol tarafdan gurildab so'qib turadigan sovuq shamol yaqinlab qolgan qishning kunlarini esga solatdi. Mo'ng'ul Uyg'ur qo'shinlari duch kelgan bir necha shahar yezlarni ancha kuchimayli besib o'tdi. O'rganch shahri, O'rdi ichi, Ozodi Qobulxonining tomlariga gejdan qopartma naqshlar o'rnatilgan bo'lib, ko'k, seriq, qizil, yeshil ranglarda bo'yalgan. Qo'sh qanotli eshikning udulidagi to'rga oltin taxt qo'yilgan. Taxtda Xorazm elining dongdor hukmroni Sulton Muhammad Aloiddin Xorazmshoh ozodi kerilib o'ltiradi. Beshida simob rang ipak salla. Uchsida uzun zarbobtun. Taxtning o'ng yenidagi yo'lanchuksiz kursida Xorazmshohning o'g'li, taxt vorisi Jaloliddin. Sol yondagi kursida uzun va quyuq chor soqolliq bosh vazir o'ltiradi. Bu 3 nafar oliyzot o'tirsidagi suhbat davomlashmoqda. Hurmatli radio anglag'uvchilar, yozuvchi Farhod Jiylanning Ediqut yulduzi nomli tarixiy romanini bugun mush yergacha anglatdik. Davomini atidagi programmamizda anglag'aysizlar. Biz o'zimiz biladigan Naymandak cho'ng almo, ham Qorqitonlardek qudratli xalqmi shu Mo'ng'ullarning zarbasi ostida halok bo'ldi. Endi yaxshi bo'ldi. Ochiq dalaga chiqqan o bizning olqinimizdan qochib qutulolmaydi. Bu nafsi yomon G'oyirxon mening elchilarim va savdogarlarimning mol-mulkiga ko'z qizartib, ularni bekordan-bekor o'ltirib, oltin kumushlarini bo'ldi. Endi sizlar kumush tangalarni eritib, uning to'ymas og'ziga qo'yinglar. Uningga shundoq o'lim loyiq. Bugungi adabiy anglatish programmamiz mush yerda oxirlashdi. Atidagi programmamizda ko'rishgacha omon bo'lg'aysizlar. Xayr xo'sh.